Salom do'stlar, men mana DLC o'yinini boshladim. Sizlar kuzatib boringlar va like va podpiskani ayamasdan bosinglar. Men DLC o'yinimizga kirdim va sizlarga komandamni ko'rsatishga qaror qildim. Mana bu mening komandam bo'ladi va men hozir o'yinni boshlayapman. Kuzatishni davom etinglar. Men o'yinni boshladim. Kiryapti. Yaxshi. Komandasi yaxshi ekan. Urvin 38, menga esa 19. Endi ko'ramiz kim yutishini. Qani ko'rib chiqamiz. Boshladik unda o'yinni. Ketdik. Ishtaroq bo'ldi. Endi 37 metrdan Marumushdan urdik. Yo'q, bo'lmadim. Aslo bo'lmadi. Mayli. Hali o'yin davom etadi. O'yin boshlanganiga yaxshi. 6 sekund bo'ldi. Va men hali ham bitta ham gol urganim yo'qdi, obunachilar. Mana endi boshlaymiz o'yinni. Olib qo'ydi. Men oldim. Pas berdim. Va yana ular koptagini olib qo'yishdi va men yana oldim. Pas bera olmadim va olishdi. Qani endi ko'ramiz yana. Offside bo'ldi. O'zinglar ham ko'rasizlar offside bo'lganini. Mana endi Setchusti koptaga urdi. Mana biz qani ketdik. Yo'q, bo'lmadi, yana olib qo'yishdi. Mana yana koptag yanildan oldi. Bordi. Urolmadi. Yamal urolmadi. O'zi shunaqa-yu, barchachilar urolmaydi. Real bironta futbolchisi menga bo'lmasa ham baribir Real. O'zlaring ham bilasizlar. Real degani. Real bilan o'ynash bo'lmaydi. Utar komanda u. Gol. Va Marumush urdi. Birinchi gol. Urdik birinchi golni, yana o'yin ketdi. Petri chiqarib yuborishdi. Mana o'yin birinchi taym tugadi. Yaxshi o'ynarkan. Yana o'yinni boshlab ketdik. Qani endi ketdi. Ko'ramiz kim yutishini endi. Lekin kimni sotib olganmi deyman-da. Nima qildi? Men aldamoqchi bo'ldim. Voy. Haaland yana bitta gol urdi-yu. 1-1. Hisob teng. Endi yana biz ketdik. Gol urish. Kosta bordi. Kostadan yaxshi. Yo'q, afsuski urolmadi. Hop. Darovuni. Gol. Yaxshi desam Vardovuni yaxshi edi. 10 metr gol o'tkazdi-yu. Uni ustiga qizil odam.
Nima bu vartabona buni? Qanaqa gol o'tkazibdi? Petrisi u Leyamal mana endi sizlar bilan o'yinni haqiqisini boshlaymiz. Qani koptok. Bordik aslok. Hop endi Marmush offside bo'ldi. Afsuski bormoqchi edim. Offside bo'ldi-da. Pas. Afsuski bo'lmadi bunisida. Xatomni to'g'rilashga kirishdim. Xatomni to'g'riladim. Lekin yana ammo ulardek koptok. Oldin. Buradan o'zi ham gol urishga sal qolgandi. Hozir ko'ramiz yana. Nima sal qolgandi gol bo'lishiga. Yana o'ldirib qo'ydim. Yo'q. 2-2 bo'ldi obunachilar. Hop yana ko'ramiz. Hali o'yin oldinda. Kim uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlardan iltimos. Men ham bu o'yinni yaqinda boshlaganman. Yaxshi delasa ham yaxshi o'yin. Afsatmas. Afsuski bo'ldi. Ikkinchi taym ham tugadi. Biz yutdik. Mana endi bularga qancha azoblarni ko'rsatamiz. Nima qilganini ko'rdingizlar o'zlaring ham. Biza barib pulni ko'p qilishni yo'lini sizlarga ko'rsatib ketmoqchi edim. Mana shu narsani bossangiz pulni 14 ming bo'lgan bo'lsa, menga o'zi 14 ming berdi. Yana 30 ming qo'shib berishning yo'li mana shu bo'ladi. Faqat ozgina reklama reklamani ko'rishingiz kerak bo'ladi. Men 9 ta olmoqchi-yu qanchadir pul va X bosmaman. Xato qilibman. Mayli, yana chiqamiz baribir bundan. O'zlaring ham bilasizlar. Obunachilarim, bugunni hisobida biz ikkinchi marta video qo'yishimiz. Menga yana bu narsa yana reklama qildi, lekin sraz chiqib ketdim men. 55-o'rinda bo'lman. Pul berarkan menga. Bundan ham bo'ldi, o'chiramiz. Xayr, obunachilarim, to'xtatishga qaror qildik. Oq sochlarni unut. Endi yangi Cream Supreme parvarish bo'yog'i bor. U soch reklama